Assalomu alaykum. Rus tili tekshiramiz videolariga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan bank plastik kartalari va ular bilan bog'liq fe'llarni o'rganamiz. Bu so'zlar do'konlarda va bankda juda kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Karta. Пластиковая карта. Plastik karta. Где я могу открыть карту? Qayerda karta ochtirishim mumkin? Срок действия. Amal qilish muddati. До какого месяца действует ваша карта? Kartangiz qaysi oygacha amal qiladi? Пополнить, пополнять. To'ldirmoq. Мне нужно пополнить счет на карте. Men karta hisobini to'ldirishim kerak. Снять, снимать. Yechib olmoq, naqd qilmoq. Где здесь можно снять наличные? Bu yerda qayerda naqd pul ichsa bo'ladi? Оплатить, оплачивать. To'lamoq. Я хочу оплатить покупку картой. Men xaridni karta orqali to'lamoqchiman. Приложить, прикладывать. Tegizmoq, yaqinlashtirmoq. Приложите карту к терминалу. Kartani terminalga tegizing. Вставить, вставлять. Solmoq, kiritmoq. Вставьте карту в банкомат. Kartani bankomatga kiriting. Введите пин-код. Pin-kodni kiriting. Пожалуйста, введите ваш пин-код. Iltimos, pin-kodingizni kiriting. Заблокировать. Bloklamoq. Я потерял карту, ее нужно заблокировать. Men kartamni yo'qotib qo'ydim, uni bloklash kerak. Перевести, перевозить. O'tkazmoq. Я хочу перевести деньги другу. Men do'stimga pul o'tkazmoqchiman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda yozib qoldiring. Как часто вы снимаете наличные? Siz qanchalik tez naqd pul yechasiz? Keyingi darslargacha sog' salomat bo'ling.